Biza yuz shamollashi diagnoz bilan keldik bu yoqqa. Aziz aka oldilariga kirganimizda nina terapiya bilan davolaymiz dedilar. Birinchi o'zim rosa qo'rqdim. Bolam nina oladimi deb qo'rqdim. Yo'q, keyin birinchi kun, ikkinchi kunda qo'yishdi nina terapiyalar, lazerlar qo'yishdi, toklar qo'yishdi. Bolaga yaxshi bo'ldi. Ikkinchi kundan keyin, uchinchi kun, to'rtinchi kun olganimizda rezultati bilindi o'zimga. Biz 2 oydan beri shu kasallik bilan qiynalardik. Bolam qancha dorilar ichdi, ta'sir qilmadi. Shu yoqqa kelganimizda yaxshi ta'sir qildi. Juda ham xursandmiz. Oilamdagilar ham xursand. Qancha dorilar ichdi, 1 million, 2 millionga dorilar olardik. Qancha dorilar oldik, 2 oy oldik, dorilar ta'sir qilmadi, lekin buni 4 kunda rezultati zo'r bilindi. Qolgan ota-onalarga ham, nerv shamollashlarida ham shularni tavsiya qilaman. Nina terapiya, lazer, tok, shamollaganlarga ham bonkalar, shularni tavsiya qilaman. Kelib qolib olishinglarni.